Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Bugun sizlarga yangi mahsulotimizni savdo qilaman. Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 30-sentyabrdagi kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarga kreditlarni ajratish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi Vazirlar Mahkamasining 6 sonli qaroriga asosan kredit shartlarini aytib o'taman. Kreditning asosiy maqsadi kambag'al oilalarga iqtisodiy yordam ko'rsatish, ularning moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish, kredit ajratish jarayonlarini tartibga solish. Kreditimiz miqdori 15 million so'mgacha bo'lgan qiymatdagi bir dona noutbuk sotib olish uchun 2 yil imtiyoz davri bilan 5 yil muddatga beriladi. 30 million so'mgacha kichik ishlab chiqarish uskunalarini, ko'chmas do'konlar, motorola, skuter va boshqa vositalarni sotib olish uchun 5 yil muddatga bo'lib to'lash sharti bilan ajratiladi. Kreditni ajratish shakli ta'minotchi korxonaning hisob-varag'iga pul ko'chirish orqali o'tkazib beriladi. Kreditning foiz to'lovlarini, ushbu foizlarni kambag'allikni qisqartirish davlat jamg'armasi mablag'larining hisobidan qoplab beriladi. Ya'ni mijoz foizni to'lov qilmaydi, davlat tomonidan to'lab beriladi. Olgan pulingizni 5 yil muddatga bo'lib to'lab berish sharti bilan.